Mana shu ajoyib kitoblar narxi qancha deb o'ylaysiz? Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburnoma, Hakim Termiziy, Nafs tarbiyasi, Jorj Orwell 1984. Bunday ajoyib kitoblarni o'qituvchi kitob do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda kitoblar juda ham arzon ekan. O'tkir Hoshimov, Nurbor Kisoya bor. Hammasini orqasiga narxi yozilgan. 19 ming so'm. Sinchalak 26 ming so'm. Badiiy adabiyotlar. Oybek bolalik 16 ming so'm bor yo'g'i. Juda ham ko'p kitoblar bor. Hozirgi kunda 2000 dan ortiq kitoblar sotuvda. Bu tomonda jahon adabiyoti, Remark. Uch og'ayni 54 ming so'm. Dostoyevskiy, Telba 45 ming so'm. Hamma kitoblarning orqasiga narxlar yozilgan. Agatha Christie, Poirot 34 ming. Bu tomonda aralash kitoblar, psixologiya va ruhiyat tarbiyasi bo'yicha kitoblar. Bu yerda islom diniga oid diniy adabiyotlar ham bor. Tafsir Hilol 47 ming so'm. Hamma diniy adabiyotlarda hologrammalar bor. Payg'ambarlar tarixi 46 ming so'm. Qattiq muqovada. Menimcha eng kerakli kitob hozirgi kunda. Bor yo'g'i 50 ming so'm. Bundan tashqari bolalar adabiyoti va erta kitoblar ham bor ekan. O'zbek tilida, rus tilida. Shunday ajoyib rasmli kitobimiz 23 ming so'm. Xudoyberdi To'xtaboyev 5 bolali yigitcha. Sariq devning o'limi. Sariq devning ikkinchi qismi 15 ming so'm. Maqollar 10 ming so'm. Luis Carroll, Alisa mo'jizalar mamlakatida 25 ming. Bolalikdagi sevimli kitoblarimdan. Nima deb o'ylaysiz? Kitoblar arzonmi yoki qimmatmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.